Men hozir mana Qo'yqadam degan tushonkani sizlarga reklama qilib beraman. Okamni oldilariga kelganman. Hozir o'zida mana shu buqani so'yib, adarib beradilar inshaalloh. Bir kunda taxminan nechtagacha so'ygansizlar? 3 tadan 16 tagacha so'ygan. O'y so'yasizmi aka? O'zim bo'g'izlayman hozir, hammasini. Даже birinchi o'zim yeb ko'rdim. O'zim ko'zim bilan ishonch hosil qilib, keyin sizlarga e'lonman, keyin reklama qilib beraman. Agar safarga sizlar ham ketayotgan bo'lsanglar, mana brendni eslab qolinglar. Qo'yqadam. O'zim mol so'yganmiz aka? Yo'q, aka. So'yib berasizmi? 2. Allohu akbar. Hop, mahsulotimiz tayyor bo'ldi inshaalloh. Hop, aka savol. Buni ichida ximikat qo'shasizlarmi, qo'shmaysizlarmi? Umuman ximikat yo'q. Lavrolis, tuz, murch, qora murch. Boshqa hech qanaqa ximikat yo'q. Hop, ekspertlarni yo'lga qo'yganmisizlar? Amerikagacha borgan tushungan. Amerikada ham bor. Mashalloh, gap yo'q, aka. Xullas, men akam bilan ancha gaplashdim. Yevropa standartlari asosida chiqarishar ekan. Xullas, ko'p gapirmayman. Olib bitta yeb ko'rib, mazasiga o'zingizlar baho beringlar. Safar ketayotgan, musofir ketayotgan akalar, ukalar, mashinadan bitta olasizlar, inshaalloh baraka topib, bizani eslab yurasizlar. Agar mabodo kattaroq partiya zakaz qilmoqchi bo'lsanglar ham, liboy davlatga eksportni, xudo xolisa, akam o'zlari yetkazib beradilar. Pastda nomer qoldiramiz. Bu videoni go'shtni yaxshi ko'radigan, ishonchli joyini qidirib yurgan, ko'p safarga chiqadigan do'stingizga